Bugun biz Keniyani qila olmoq fe'lini o'rganamiz. Keyinchalik darajangiz o'sib borayotganda models, ya'ni model fe'llarni o'rganayotganimizda keyin haqida ham kengroq tushunchalar, kengroq narsalar o'rganishni boshlaymiz, lekin asosan beginner darajasida. Mana shu hozirgi o'rganayotgan narsamizni o'rgansak, shu kifoya bizga. Keyin ya'ni qila olmoq fe'lini biz har doimgidek qolgan fe'llarimizdek aytmoqchimanki, egadan keyin, ya'ni kishilik olmoshlardan keyin ishlatamiz. Men har bittasiga gap tuzib yotmayman, chunki asosan bizda he, she, itda uchinchi birlik shaxsimizda nimalarimiz tuslanardi. Misol uchun to be fe'llarimiz have got, has gotga aylanardi. Xuddi shunday tuslanishlar bor-ku, lekin kenda xuddi shunaqa shunga o'xshash tuslanish bo'lmaydi. Hammasida bir xil kendigicha qolaveradi. Shuning uchun bitta qilib gap tuzaman. Barchasidan keyin ken, ya'ni plus ken, I, you, he, she, it, we, they dan keyin ken, I can, you can, he can, she can, it can, we can, they can. Ana endi nima deyishimiz mumkin? Faqatgina mana bu yerda itda hayvonlarga, narsa, buyumlarga nisbatan, misol uchun biz faqat shunda mazmun sal g'alatiroq bo'ladi. G'alatiroq bo'lmaydi, mazmunni sal boshqacharoq qilamiz. Misol uchun itga qarab, misol uchun o'sha kuchukchaga qarab yoki mushukka qarab u o'qa oladi deya olmaymiz-ku. Xuddi shunday. Misol uchun I can yoki umuman she'rdagi xohlagan bitta egamizni olib aytishimiz mumkin. Drive a car bo'lishi mumkin. Ya'ni mashina haydash, drive bilan beriladi. I can, men qila olaman bo'lyapti. Drive a car, mashina haydash. Men mashina hayday olaman. Ana endi yana bitta misol olishimiz mumkin. Cook. Oddiygina I can cook. Men pishira olaman. Yoki u pishira oladi. Misol uchun u o'g'il bola bo'lganiga qaramay pishira oladi. He can cook. U pishira oladi. Ana endi tennis, play tennis deymiz. Play tennis. Ya'ni misol uchun we can play tennis deydigan bo'lsak, biz tennis o'ynay olamiz degan ma'noda keladi. Xuddi shunday kenni biz o'zimizda bo'lgan qanday bir qobiliyatda, o'zimiz qobiliyatimiz, xohlagan bir turdagi qobiliyatimizni aytishda, ifodalashda ishlatamiz. Yana bitta misol qilib aytishimiz mumkin. Run fast bo'lishi mumkin, ha? Ya'ni juda tez yugurish. Mana shunda it can run fast. Ya'ni u juda tez yugura oladi. Misol uchun yo'lbars bo'lishi mumkin, sher bo'lishi mumkin. U juda ham tez yugura oladi deymiz. Xuddi shunday bu bo'lishli shakli edi. Ana endi inkor shaklini o'rganishni, tuzishni o'rganamiz. Xuddi shunday bizda bo'lishli shaklni hosil qilish uchun bizda ega bor, egadan keyin can va gapning qolgan qismi bor. Ana endi bizda not qo'shimcha bor edi. Shuni qo'shgandan keyin bizda gapimiz qanday inkor shakliga o'tar edi. Misol uchun inkor shakli mana bu notni qayerga qo'yamiz gapimizda. Men xuddi shu gaplarni inkor shakliga qo'yaman. Kendan keyin not qo'yamiz, bo'ldi. Va gapimiz inkor shakliga hosil o'tdi-da, aylandi. I cannot drive a car. I can drive a car. Ne? I cannot drive a car qildik. Ya'ni men mashina hayday olmayman. Yoki misol uchun he can yoki she can yoki you cannot cook. Sen yoki u pishira olmaydi. Yoki we cannot play tennis. They cannot play tennis. Ular tennis o'ynay olishmaydi. Biz tennis o'ynay olishmaydi. O'ynay ololmaydilar degan ma'noda kelyapti. Men mana bu yerda misollarni kamroq yozdim tushuntirish uchun, lekin o'zingizda qobiliyatlaringizga qarab, umuman olganda qanaqa gap tuzishni o'rganishni soxtalagan bo'lsa hech narsa qilmaydi. U unaqa qiladi, u unaqa qiladi
deb gaplar tuzib keyin buni rivojlantirish, chiroyli qilib chiroyli gaplar tuzishda o'rganish mumkin. Xuddi shunday bizda mana shu cannot ikkala shaklimizni qisqartirishimiz mumkin. Har doimgidek qisqartirish uchun xuddi shu narsa can'tga o'zgaradi. Mana bu tutuq belgisi. Can't, cannot, can'tga o'zgaradi. Mana bu yerdagi ikkita n bittaga aylanadi. Mana bu yerdagi o ham tutuq belgisiga aylanadi va bittagina apostrof va t qoladi. Can't. I can't drive a car. Men mashina hayday olmayman. He can't cook. U pishira olmaydi. Xuddi shunday bo'ladi. Ana endi bizda so'roq shaklini hosil qilamiz. So'roq shakl hosil qilish uchun bizda kerak bo'ladi. Mana bu yerdagi har doimgidek biz o'sha to be fe'limizni yoki have got, has got ni hammasini biz oldinga o'tkazardik-da, mana bu yerdagi egalardan oldinga o'tkazardik. Xuddi shunday shakl can'ni ham vujudga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Misol uchun mana bu yerdagi can joy kam qolgan ekan. Can I bo'ladi. Mana bu yerdagi narsani o'chiramiz. Bu narsani, bu shaklni o'rganib bo'ldik-ku. Chalg'itmaslik uchun. Mana bu yerdagi can'ni oldinga o'tkazamiz. Can I bo'ladi. Can I bo'ladi yoki can he bo'ladi. Yoki can we bo'lishi mumkin. Xuddi shunday nimalar shakl har bitta kishilik olmashgan, har bitta egalarda vujudga keladi. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q, hech narsa tuslanmaydi, o'zgarmaydi. Faqatgina shu qoidani bilsak bo'ldi. Keyin hammadan oldinga o'tkazamiz. Gap xuddi o'sha shakli, xuddi o'sha holidek turaveradi. Gapimiz so'roq shakliga aylanadi, hosil bo'ladi. Oxirida mana bu yerda so'roq belgisini qo'yish esdan chiqmaslik kerak. Ana endi savolga javob berishimizni ko'ramiz. Can he drive a car deganda yozamiz gapni. Can he drive a car deb yozsak, ana endi biz javob berishimiz mumkin. Qanaqa qilib javob berishimiz mumkin? Yes, he can drive a car bo'lishi mumkin. Bu biz to'liq qilib javob beryapmiz, to'g'rimi? Ana endi qisqartirma. Xuddi shuni qisqartirib javob berishimiz ham mumkin. Qanaqa qilib? Yes, he can. Mana bu yerdagi xuddi shu qolipni, xuddi shu yes he can drive a carni mana bunisini o'chirib tashladim. Yes he can. Gapni yashirdim qolganini. Faqatgina yes he can. Nima bilan so'roq beryapmiz? Xuddi shu bilan tugatyapman. U mashina hayday oladimi? Ha, qila oladi deb aytdim. Ana endi agar yo'q bo'lsa-chi, har doimgidek no he can't. Qisqartirib javob beraman. No he can't. Yo'q, qila olmaydi u. U mashina hayday olmaydi. Ana endi boshqa bir misolda xuddi mana shu shakl o'rgatayotgan, yozayotgan misollarim mana bu yerda faqat he bilan cheklanib qolmaydi, to'g'rimi? Bu yerda qolgan narsalar ham bo'lishi mumkin. Yoki faqatgina egamiz shu bo'lmaydi-ku, boshqacha egamiz bo'lishi mumkin. Bu narsani men sizga hozir o'rgataman. Bu yangi narsa bo'ladi. Qanaqa yangi narsa bo'ladi? He ni o'rniga uni o'rnini bosuvchi Jack yoki Paul deb aytishimiz mumkin. Can Paul cook? Mana Paul ya'ni bu he ga teng. Paul u o'g'il bolaning ismi, demak u o'g'il bola. Paul umuman kallamizda, miyamizda shunaqa narsa hosil bo'lishi kerak. Mana bu egani ko'rgani. Kim pishira oladi? Paul pishira oladi. Demak, mana bu ega gapimizda, demak Paul u o'g'il bola. Demak, u he ga teng. Can Paul cook? Yes, he can deymiz. Chunki biz yes, Paul can demaymiz. U qanaqadir g'alati bo'ladi. Yes, he can bo'ladi.
Chunki bizda nimaga tengligini miyamizda bilib olganmiz. Misol uchun boshqa bir misol beramiz. Ega beramiz. Misol uchun ride bike qilamiz. Ride a bike qilmaymizda, ko'plikda qilamiz. Mana bu zeyda qilamiz. Can Sarah and boyagi ism ride bike bike demadimi? Xuddi shunday, endi bikes bo'lmaydi, ride bikes, ular velosipedlar hayda olmaydi deymizda, velosiped hayda olishadimi bo'ladi. Can Sarah and Paul. Mana bu yerda Sara va Paul bizda gapda egamiz bo'lyapti. Sara va Paul bu ularga teng. Agar Sarah and me, Sarah and I bo'lsa, agar Sara va men bo'lsa, u bizga kirib ketadi. Chunki uni ichida siz ham borsiz. Lekin uni ichida siz yo'qsiz, ikki kishi yoki undan ortiq odamlar students deyish mumkin. Misol uchun o'quvchilar bo'lsa they bo'ladi. Lekin mana bu yerda Sarah and Paul, ya'ni Sara va Paul deyapti. Bu yerda siz yo'qsiz, bu tarkibda ichida siz yo'qsiz, demak bu zega teng. Mana bu yerda ze bizni kallamizda shu narsa hosil bo'ladi. Uje biz bilamiz, ajrata olamiz egalar. Xo'p, javob bersa yes yoki no. Yes deylik birinchi, they can. Yes, Sarah and Paul can demayapman. Yes, they can deyapman. No, they can't. Xuddi shunday bo'ladi. Faqatgina mana bular bilan cheklanib qolmaymiz. Boshqacharoq, yangiroq tarzdagi gaplarni ham, shakllarni ham hosil qilishni o'rganamiz. Misol uchun, shini o'rniga mening onam deyishingiz mumkin. My mom. Can my mom play tennis? Mening onam tennis o'ynay oladimi deganda yes she can. Misol uchun faqatgina she demaymiz-ku. Agar she desa u bo'lib qolyapti. Sizda misol uchun biron kishiga bu narsani so'zlab bersangiz, u tushunmaydi. Uni kimligini bilmaydi. Agar mening do'stim, mening onam, mening otam yoki umuman bo'lganda biron do'stingizni ismini yoki my friend deyishingiz mumkin. My friendni he yoki she'ligini faqat siz bilasiz. Keyinchalik gapingizda yana my friend devermaysizda, he yoki she deb gapingizda, nutqingizda davomini aytib ketaverasiz. O'shandan bilishadi u, misol uchun u bo'lami, o'g'il bo'lami, qiz bo'lami. Ana o'shandan bilib olishadi. Xuddi shunday. Bizda faqatgina shu bilan cheklanib qolmaydik. Boshqacha shakldagi egalarni ham gapda qo'llab tuzishni o'rgandik. Faqat keyinchalik misol uchun o'sha Roundup kitobda ham, boshqa kitoblarda ham yoki gaplar tuzishda ham mana shularga tenglashtirib, bular qolib-ku, tenglashtirib, xuddi men nimaga teng, kimlar kimlarga yoki bizlarga nimalarga teng yoki kim qaysi kelishiklarga, ya'ni kishilik olmoshlariga tengligini xuddi shunday qilib tahlil qilyapman. Shunaqa qilib tahlil qilib, boshqacha gaplar, chiroyliroq gaplarni faqat u, men, sen demasdan gaplar tuzish mumkin. Va xuddi shunday qilib, bu bizda keyin qila olmoq darsimizda biz hamma narsasini o'rgandik. Faqatgina bizdan birozgina mehnat talab qiladi.